ochib qo'ysangiz ham tutun qaytarish yo'q, faqat ichiga tortishni ko'ryapsizlar. U vaqt issig'idan yopamiz, ochamiz, yana ham tevaga tortish yana faqat yalin chiqyapti, tutun chiqqan yo'q ko'ryapsizlar. Ana shunchalik. Mana bu ham ichiga tortyapti. Buni ham yopib turib, hozir mana bu holatda yoqamiz. Tevadan faqat hop, yalinlik chiqyapti, hali tutun chiqib boshqa bo'lgan yo'q ko'ryapsizlar. Tutuni mana bu yerda qoladi aka-da. Mana holati. Pechkaga o'ta yuqori gradus berdik. Hozir o'sha holatda ham kraskasi o'zining holatini yo'qotmadi. Hop, mana aka-da. Voh, shunaqasi ham bo'lib turadi. Shu holatda ham mana tutun chiqargan yo'q aka-da. Hali tutadi, boshqa bo'ladi deganlar uchun aka ular. Pechgacha bu pechkani tutadi deyishmadi-yu. Endi yopib qo'ysang yana ham zo'r tortadi-da bunda. Metalli. Mana aka-da. Metalli holati ham ana tekis holati, hech qanaqa eshilish yo'q. Qani metalligi uchun, sifatli metalligi uchun. Ranglari ham o'zgargan yo'q, mana holatini ko'rib olasizlar.